Uzbekistan, Qirg'iziston, Qozog'iston, Qoraqalpog'iston hammalarga salom aytamiz. Afg'onistondan hamma butun musulmonlarga salom yo'ladi. O mashhur Pir bobomiz. Arkadaşımız bo'ladi. Alhamdulillah. Go'shtlar nima bo'lding? Go'shtlar 1 kilo, baran go'sht 6,5. Xirsoy go'sht 2 kilo. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsullo Afg'onistonning Baliq viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, mana bugungi videomizda esa Afg'onistonning Sho'rtepa tumanining mol bozorini siz aziz do'stlarga ko'rsatmoqchimiz. Ushbu bozordagi mollarning narxini, o'sha mol go'shti, qo'y go'shtlari, har bir narsalarning narxlarini birma-bir inshaalloh videoga oldik. O'sha mashhur Asif akamiz bilan birgalikda. Agarda do'stlar videomiz yoqib qolsa, videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Afg'onistonlik birodaringizni qo'llaysiz degan umiddaman. Qani bo'lmasam videoni boshlaymiz. Qurbonlikka so'ysa zo'r bo'lgan ekan, lekin buni yig'isi hozir 85 mingga aytib o'tiribdi. 85 ming afg'oniga. Hali bilmaymiz. Boshqa mana oladiganlar kelib 60 mingga ham so'rab ketib o'tiribdilar. 70 mingga ham. Egasi esa 85 ming afg'oni deb narx qo'ydi. Mana shu buqaga mashalloh ko'z tegmasin, buni qaranglar. Mana buqa Afg'onistonda buqalarni ko'rmadim demanglar mana birodarlar. Afg'onistonda eng yaxshi zo'r buqalar mana. Mana qaranglar bular. Urkish dedi bizlarda buni. Juda yomon ekan, lekin hozir ko'ramiz narx-navolarni, qanchadan sotiladi, qanchadan ketadi. Mol narxlarni birodarlar. Mana hozir bu buqa ham 55 ming afg'oniga narxlanib turgan ekan. 55 ming afg'ona deb o'tiribdilar. Dollarga qancha bo'ladi? Uni ham ko'rsatib boramiz inshaalloh birodarlar. Dollarga qancha tushadi? Afg'oniga esa 55 ming, 54 ming afg'oni. Mana do'stlar, bular ham qo'chqorlar. 180 dollar, 200 dollardan sotyapti ekan hali. Bir ikkitasi sotilgan ekan 180 dollardan, boshqalari shu 200 dollardan deyapti. Go'shtini ham hisoblasa bir 23-24 kilo keladi. Mana shunday qurbonlikka so'yiladigan mana qo'chqorlar. Hamma hozir bozor gavjum, mana ko'rganingizdek. Mana hamma hozir bozorda. Mana qurbonlik olgani kelishgan. Qo'y, qo'chqor, buqa. Hozir mana bu yerda ham echkilar ham mana 80 dollardan, 90 dollardan, 120 dollardan boshlanadi narxlar. Mana bu buqa ham sotilibdi Afg'onistonning puliga 40 ming afg'oniga. Mana do'stlar ko'rganingizdek 40 ming afg'oniga sotilibdi. Go'shtini ham hisoblasa bir endi 120, 130, balki 140 ham kelar. To'g'risi qassob akalar ham yo'q ekan. Go'shtini hisoblab ko'rgandirlar qancha keladigan. Tarozi yo'q bu yerda birodarlar. Afg'onistonda tarozi yo'q. Shunday ko'z o'lchisi. Ko'z bilan qaraydi qassoblar, mana shuncha deydi, bo'ldi, shuncha keladi ham, kam past tushib keladi. Ko'p oz keladi, uncha farq qilmaydi. Masalan 50 kilo dedim, 52 yoki 48 keladi kilolari. Mana shu ham hozir sotilgan ekan 40 ming afg'oniga. Dollarga qancha bo'ladi inshaalloh hisoblab ko'ramiz birodarlar. Mana qurbonlikka sotgan olganlarim sotgan olib kelganlar mana shu buqalar hammasi hozir qurbonlikka tayyorgarlik, hamma bozordan qurbonlik olyaptilar. Bozor narx-navolari birodarlar. Mana bu ham zo'r bo'lgan lekin mashalloh. Uni ham 50 ming afg'oni deyapti. Afg'onistonning puliga 50 ming afg'oni. Dollarga hisoblab qo'yamiz birodarlar. Dollarga qancha bo'ladi? Mana birodarlar, chorbosh qobozlari. Mana buqa mashalloh ko'z tegmasin. Mana do'stlar, mana bular ham qurbonlikka sotilmoqchi ekan. Mana shular hammasi bu nima, sirkami? Taka ekan. Bu qancha deyasiz buni endi? 18.
18 ming afg'oni ha. Jo'ramiz ham bor. Mana 18 ming deb ekan, lekin jo'r omad degani mana masalan 18 ming desa kam past yuqori tushar ekan akamiz. Mana hozir bu takani ham 18 ming afg'oni deyapti ekan. Qancha kilogalar shu? 45-50 gelir. Ey maşallah 45-50 kilo kelar ekan mana. Agar kilolab ko'rilsa 50-45 kilo keladi. 18 ming afg'oni dollarga hisoblab ko'ramiz. Mana shalfon quloq, mana Pokiston echkilari mana shunaqa quloqlari uzun bo'ladi, maşallah. Yarım metr bor buni quloqi ham uzunligi. Ha, ular nereden dedingiz mana bu? Mana bu joyda qo'ch. 14.500 afg'on ekan. Mana qurbonlikka maşallah yo'qli dumlikni mana maşallah maşallah. Maşallah semizgina ekan. Xo'p, men bular qancha olding? Mana shu joyda. Bular 15 ming edi, mana bular. Nimadir? Dumyam yo'q mana maşallah semizgina qaranglar, maşallah. Maşallah. 15 ming ha? 15 ming afg'oni. Mana do'stlar, narxlar shunaqa Afg'onistonda. Hozir 15 ming afg'oni shu 20 ming 14 ming narxini olar mana shunday inshaalloh. Dollarga qancha bo'ladi? Hammasini yozib qo'yamiz. Mana Afg'onistonda mashhur qozoqi qo'y. Qozoqdami shu? Mana qozoqi qo'y deganlari birodarlar. Mana Afg'onistonning eng mashhur qo'ylaridan mana qozoqi. Qozoq nereden olding bu? Mana shu. 14 ming afg'on ekan mana birodarlar, semizgina ekan. Qozoqi qo'y 14 ming afg'on Afg'onistonning puliga. O'zbek so'miga qancha bo'ladi, dollarga qancha bo'ladi inshaalloh hisoblab qo'yamiz, yozib qo'yamiz. Mana bu yerda ham qozoqlar bor ekan do'stlar. Hozir narxlarni ko'ramiz. Maşallah qo'shlar ham bir-biridan semiz, yog'likgina qo'shlar mana. Maşallah qo'shni qaranglar, maşallah. Mana qaranglar, dumli yog'ligina qo'sh ekan mana. Xo'p, bular qanchadan bo'lding mana shu? 9500 afg'oni. Maşallah. Qancha kilo keladi shu? 22 kilo keladi, 22 kilo kelar ekan. 9500 afg'on ekan Afg'oniston puliga. O'zbek so'miga qancha bo'ladi inshaalloh hisoblab qo'yamiz narxlarni. Bu qozoqdami shu? Mana bu ham qozoqi, mashhur Afg'onistonda qozoqi qo'ylardan. Mana yog'likgina maşallah. Bir-biridan semiz maşallah qo'ylar ham. Bular qancha bo'ldi bu qo'ylar? Bular 15 ming. 15 ming afg'on ekan Afg'onistonning puliga. Maşallah mana bu yerda ham qo'chqi. Bular qanchadan? Masalan mana bu. Bular 13 ming. 13 ming, 14 ming afg'onidan ekan mana shu qo'ylar. Birodarlar, mana narx-navolar semizgina maşallah. Mana qaranglar, bir-biridan semiz, yog'likgina qo'shlar. Mana mashhur qozoqi qo'ylar. Mana bu ham semizgina ekan maşallah. 47,5. 7,5. Mana narxlar shunaqa birodarlar Afg'onistonda. Sen şahrik beruvchi. Mana mashhur pir bobamiz, qassob pir Bella bobo ham. vasina çedir kağıdı çe sondadan. Mana qo'y olmoqchi. Mal almadık. Gel alkalı altına almalı çert altınlar. Gecik oğlan görkelim. Gecik yine oğlan kayanın yanı topluğun batmaktır. Baxslar buni. Baxslar buni. Başka değil de. Hadi gel, şunu verin bana. Bulun yankıdan koptur mu? Ay. O gören ben kopam. Tamam sonra koçuklayın oğlan hadi. 4,5. Ben bana dilercek hem de dilercek. Bir kara. Alam yo'q ona. Ne mi verecek onu? Kime vermem? 4,5. Mana bu yerda ham bir qozoq bor ekan, maşallah mana dumli qozoqi, mashhur Afg'onistonda. Mana qozoq qo'ylar. 9 ming afg'ona satildimi? 9,5 9500 afg'oniga sotilgan ekan mana qozoqi. Afg'onistonning mashhur qo'ylar. Mana bu qo'ylar ham shu 80 dollardan 90 dollardan ekan. Mana bular ham qurbonlikka oladiganlar oladi birodarlar. Mana tekelar qanchami? 15 ming. Mana bu ham 15 ming afg'on ekan Afg'onistonning puliga. Taka ekan 15 ming afg'oni.
Mana bozor ham hozir gavjum, hamma bozorda birodarlar, hamma hozir o'sha qurbonlik mollarini olgani kelganlar. Afg'onistonda juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz. Mana qo'ldan kelgancha ko'rsatib boryapmiz. Inshaalloh kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmanglar. Mana do'stlar, Afg'onistonda mashhur qozoq qo'ylar, mana patag'on qo'ylar, qozoq qo'ylar deganlar mana shunaqa bo'ladi. Zimli qo'ylar 15 ming afg'oniga sotilibdi. Afg'oniston puliga 15 ming afg'oniga. Mana qurbonlikka inshaalloh hamma hozir qurbonlikka tayyorgarlik. Hamma hozir qurbonlik olyapti. Mashalloh, mashalloh. Dumli semizgina ekan. Alipa. Alipa. Difena verdim verirdi na. Aydan endi adilar uni zimbardi. Mana bu qo'ch ham juda semiz ekan mashalloh. Han deyishning orqadan deyishini. Bo'ldi. Afg'oniston puliga 16 ming afg'oniga hozir narx qo'yilyapti, 16 mingga. Mana shu semizgina qo'ch. Mana bu yerda ham qo'shlar bor ekan, mashalloh. Mana bu yerda ham bodringlar bor ekan. Bodringlarni so'raymiz. Bodringlar qanchadan aka kilosi? 15 afg'ondan ekan. Bodringlar ham bor ekan. Ko'rganingizdek. Tarvuzlar qanchadan bo'ldi kilosi? Qancha? 12 afg'ondan ekan mana tarvuzlar ham. Bir tarvuz tutib o'tiraninglar. Bo'ldi. Mana tarvuzlar 12 afg'ondan bo'ldi. Boshqa kasir qancha bo'lding? Kasir 35. Mana ikki sabzi ham bor ekan. Sabzilar ham 35 afg'ondan ekan kilosi. 35 afg'ondan. Sabzi biroz qimmat ekan lekin 35 afg'ondan kilosi. Kecha nereden bo'lding? Kecha 20 afg'ondan mana kartochkalar. Piyaz 10 ana. Piyozlar ham 12 afg'ondan ekan mana ko'rganingizdek birodarlar. Mana Afg'oniston Balx viloyati To'qay qishlog'i juma kuni qanday bozorlar bo'lib o'tadi? Narx-navolar, sabzavotlar, ko'katlar. Mana bozorimiz ham gavjum mashalloh ko'rganingizdek. Juma kunlari qanday bozorimiz bo'lib o'tadi mana hozir hamma savdo sotiq qilyapti. Qaranglar, ko'rganingizdek. Mana do'stlar, hozir ko'rganingizdek mana sabzavotlar ko'pchilik so'raydi. Afg'onistonda narxlar qancha sabzavotlar deb mana ko'rganingizdek bomiyadami shu? Bomiyani ko'ramiz. Mana ko'rganingizdek birodarlar, narxlar qancha mana akajon 1 kilosi? 20. Afg'onistonning puliga 20 afg'oniga mana birodarlar. Pomidor qancha aka? 20 afg'oni, pomidor ham 20 afg'onidan ekan. Vataniy pomidor Afg'onistonda. Dehqonchilik bular aka? Dehqonchilik pomidorlar mana ko'rganingizdek 20 afg'onidan ekan pomidorlar. Kadlar nereden oldu? Devlet ağa. Bular ham 10 afg'onidan ekan. Kaducha deydi. Shaftollar bor ekan mana. Shaftollar qanchadan bo'ldi? 25? Maşallah 25 afg'oni shaftollar ekan. Tarvuzlarning kilosi qanchadan bo'ldi aka? Kilosi 8 afg'ondan ha? Voy maşallah. Tarvuzmisan tarvuz mana. Ko'rmadim demanglar, yemadim demanglar. Afg'onistonning tarvuzlaridan mana arzon. Qancha deding kilosi? 8 kilosi qancha? Kilosi 8 afg'on. 8 afg'on kilosi. Hamma narsa arzonlarga mana aluchalar ham. Aluchalar qanchadan? Aluchalar kilo 25. 25 afg'onidan aluchalar mana dehqonchilik hammasi maşalloh arzonlab qolgan. Qayerda qancha narxlarni yozing birodarlar, arzonmi, qimmatmi? Mana kartochkani so'raymiz. Devlet ağa kechalar nereden oldu?
23 afg'oni Afg'onistonni puliga hisoblasak 23 afg'oni so'mga qancha bo'ladi inshaalloh yozib qo'yamiz. Piyozlar qanchadan Davlat og'a? Piyozmisan, piyoz mashalloh. Eng zo'r, eng yaxshi piyozlar mana Davlat og'aning do'konida ko'rganingizdek mana Davlat og'amiz ham. Davlatboy Tarkvori Purush. Mashalloh, yashangay Davlat og'a. Mana jusslar ham, pantalari ham bor ekan. Mana bu yerda mana bu Afg'onistonning puliga 10 afg'oni birodarlar. Limoniki 10 afg'ondan, bular 5 afg'onidan. Keyin yapmana. Mana bular ham 20 afg'onidan. Parvoz deydi buni, mana 20 afg'ondan. Mana bular qancha urani? 30. Bular ham 30 afg'on Afg'oniston puliga mana birodarlar. Mana do'stlar, siz ko'rgan va siz kutgan qassob bobomiz Pir bobo. Mana hozir do'konlarga keldik, go'shtlar narxini ko'ramiz. Assalomu alaykum Pir bobo. Alaykum assalom. Qalay hali avutildaymi? Shukring. Go'shtlar 1 kilo baran go'sht 6 palaven. Xirsoy go'sht 2 kilo. Voy voy mashalloh. Endi Asay, davay lazım. qancha deydi bu kilosini? Mana bilganlar yozsin do'stlar kommentariyaga. Kilosi qanchaligi Afg'onistonda? Kilosi qancha beribman endi kilosini? Afg'oniston pulga 450 afg'oni qancha million so'm bo'ladi. Ko'p yaxshi shirin go'sht. 70 ming so'm. 70 ming so'm bo'ladi O'zbekistonga mana ko'rganingizdek u mashhur Pir bobomiz. Qassob bobomiz do'stlar. Hazrat To'qay Tashqudar Afg'onistondan gaplayman. O hemsoyamı bo'ladi. Ehtirom, taqdim. Hem dilimi de bo'ladi. Rahmat, rahmat Pir bobo. Yağlar anchadan bu? Yağlar 250 afg'oni. 250 afg'on ekan bu dumma yog'lar. Baran. Tefsir. Xirsoy 2 kilo nazla. Bir kilo aytgan yana. Erdin doba 3 7 8 9 10 Xirsoy. Şunu koyacağım. 200'den ko'p bo'ladi. Mana do'stlar, mashhur Pir bobomiz ruschani ham yor boradi. 350 rupiya bo'ldi bachim. Qancha? 350. Afg'onistonda yog' narxlarini ham ko'ramiz. Hozir yog' narxlari 3 litr yog' bu. Nabot yog' deydi buni Afg'onistonda. Qancha ming kilosi Alloh qo'layga? Afg'onistonning puliga 320 afg'on so'mga ham hisoblab ko'ramiz qancha bo'lishini. 10 litr qancha bu aka? 930 afg'on mana 10 litr yog'lar. Mana shu sariq bilan ikkisi bir, lekin bu 10 litrasi, bu 3 litrasi. Bu 5 litrlar 490 afg'on paxta yog'mi? Mana do'stlar, paxta yog'i qancha bo'l aloqalar paxta yog'i? Mana 490 afg'on paxta yog'lar, 5 litr yog'lar. Mana do'stlar ko'rganingizdek. Mana hozir birinchilarni ham ko'ramiz. Ko'pchilik birinchilarni ham so'raydi. 1 kilosi qanchadan deb. Abdurahmon, kilosi qanchadan bo'ldi bular? Kilosi 46 rupiya. 46 afg'oni mana Afg'onistonning puliga eng yaxshi birinchi. Mana Afg'onistonda hozir eng yaxshi birinchilardan. Mana ko'rganingizdek 46 afg'oni Afg'onistonning puliga dehqonchilik birinchilar mana ko'rganingizdek birodarlar. Savullar nereden olding bular? Abdurahmon aka. Savullar bo'lsa 12 rupiya. 12 afg'oni bu sobun ekan. Mana bu sobun. Sabun ikisi bir mana. Ha, bu ikisi bir ekan. Bu kattaroq. Bu biroz kattaroq sobun ekan. Bular qanchami? Ana 20 og'ana beradi. Afg'onistonning puliga 20 afg'on ekan. Bular 10 afg'ondan 12 afg'oni bular ha? Ular 12 afg'ondan ekan. Mana bular undan ham kattalar ekan. Mana ko'rganingizdek. Mana qaranglar, bular undan ham katta. Bular qanchadan bu? Bular 28 beradi. Bular ham mana 28 afg'ondan ekan. Afg'onistonning puliga. Mana ko'rganingizdek, mana bular ham Hamidir qoqi deymiz. Bular qanchadan bu? Bular 90 rupiya beradi. 90 afg'on Afg'onistonning puliga. O'zbekistonda arzon qimmat birodarlar yozinglar. Mana choylar ham bor ekan, eng yaxshi choylar. Choylaring ham kilosi nereden ish? 260 beradi. 250. 1 kilosi 250 afg'on. Bu qancha? Ona 200 beradi.
Bu 200 afg'oni, bu 260 afg'ondan ekan mana. Ko'rganingizdek, hind choylardami? Mana hind choylari ham yaxshi, original choylar mana birodarlar. Afg'oniston juma kuni bozorlarimiz, narx-navolar